Okalar, kvartirani dodasiga kelganmiz. Remontlariga bitta e'tibor berasiz. Mebel texnikalari bilan qoladi. Yunusobod tumani Shahristandskiy metroni ro'parasida Qizilg'ish. Bu yoq chap tarafga bitta e'tibor qaratasiz. Ota-onalar yotoqxonasi, oynalariga qarab bitta havo ochib bemalol shabada qilish imkoniyati bor. Mebel texnikalari bilan. Bu yerda bitta отдельный hojatxona, buni yonida yana bitta hojatxona bor. Sanuzilga ko'zinglar tushyapti. Prixojiy hisobi qarang, hol hisobi kattaligi bitta e'tibor berasiz. Bu yoqda oshxonani qarang. Kengina choy ichib o'tirish imkoniyatini beradi. Oynadan bitta nazaringiz tushadigan bo'lsa, ro'parangizda Profmet servis bor. Qarang, uni ro'parasiga qaraganingizda Qizilg'ishli domba 7-qavatda pastda Safiya bor, Korzinka bor, Shahristandskiy metroni shundoqqina yonida. Zalga qarang, kattagina remontlari o'zi bemalol tortadi sizga chiroyli holatda. Hali biron bitta gard yuqmagan. Mebel texnikalari bilan qoladi. Endi bu yoq tarafga nazaringiz tushsin, bitta garderobni ko'ryapsiz. Narsalaringizni joylab qo'yish imkoniyatiga egasiz. Bu yerda yana bitta ota-onalar yotoqxonasi. Chiroylikini remontlardan chiqarilgan. Manzilni tushuntirdik okalar. Yunusobod tumani Shahristandskiy 108 kvadratli kvartiramizni startiy narxini $165,000 baholaymiz. Egana raqamini qoldiramiz. Aniqlik etsa Telegram kanalida bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.